Bilinyaptimi sizlarga ham? Boshqacha ketyapti mashina. Ham mingta kuchli Denza Z9 GT mashinasi akalar. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda 3 ta bunga raqobatchi mashina bor, ya'ni 2 ta. Hop, Zikr FR bor, u 1000 ta plus 6 kuchi, keyin 1009 Ultra bor. Uchinchisi mana shu mashina bo'ladi. Vodiy bo'yicha bosib qo'yiladi deyapti. Uzunligini ham ko'ringlar, orqalarini. Sportkar, spoilerlarni ham chiqib kiradigan. Ham komfort ekan bu. Imенно spatini o'tirgani ham qulay. Orqada odamni qaranglar. Juda ham qulayda. Bemalol katta joy turibdi. Oldida ham yaxshigina joy bor. Yana bir plus ma'lumot, bu mashina turgan joyda 360 gradusga aylanar ekan mashina. O'ngga chapga qilsa balollari ham orqa oldilari buriladi. Ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Qanaqa yuryapti bu? Yo. Bilinyaptimi sizlarga ham? Boshqacha ketyapti mashina. Va, qoyillik. Xitoy вообще nimalar qilib tashyapti? Motor bormi? Gibrid bu. Gibridmi? Yana bitta ma'lumot. Ketdimi? Ish. Boshim oldiga yurgizolmayapman lekin. G'alati qilib qo'ydi aka bu. Joylashib oling. O'shancha. Qanaqa yuribsiz? Bunday qo'ling. Yo, ko'ngil aynan nima